Bilasizlarmi, insonga e'tibor deyapmiz. Agar sifatli ta'lim bo'lsa, bu ham e'tibor. Prezidentning ishongan kuchi, qudrati muallimlar, murabbiylar. Ana shunga biz hammamiz birlashsak, o'shanda natija bo'ladi. Sizlarda kirib kelayotgan bayram bilan, o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan hammalaringni tabriklab, sizlarga sihat, salomatlik, baxt va omad tilayman. Davlatimiz rahbarining, prezidentning tayangan kuchi va qudrati muallim va murabbiylar degan gapi qulog'imda jaranglab turadi. Men mana shu ishonch va g'urur ila darslarni boshlayman. Tarixdan ma'lumki, davlatni, jamiyatni tinchligini saqlash, uni rivojlantirishda vatanparvar avlod katta rol o'ynaydi. Men faoliyatim davomida ana shunday yosh avlodni tarbiyalashdek muhim bo'g'inda turganimdan, ustoz bo'lganimdan faxrlanaman. Dunyoda kasblar ko'p. Bularning ichida eng sharaflisi o'qituvchilik kasbi. Men mana shu kasbim orqali elga aziz bo'ldim. Sizdan boshlanadi asli tafakkur. Hamisha sog' omon bo'ling, aziz ustoz va murabbiylar.